Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar, suyimsizlar, yaxshimisizlar. Mana xohlasa, bo'lardan boshladik. Xohlasa sizlarga bu yaxshi ko'rsataman. To'g'risini aytsam, o'zi tepalikdan qo'qaman. Shuni bitta lesansiz bilan zo'r ishlayman. Endi oddiy ikki qavat bo'lsa, yo'ldan hozir bu yaxshirib ko'rsataman. Patlon bilan bu yerda 4,5 metr. Biz chet el ishlayapmiz, chet el ishlagandan keyin iloji bor ekan. Ishlar bormisiz, sharoitlar bormisiz. Qarqsa iloji boricha har kun ishlash kerak. Bir kun ishlamasangiz, kvartiraga to'lash kerak, yeb ichishingiz bor, dokumentingiz bor, malaka rasmingiz bor, minus bo'ladi. O'zi har kun ishlasangiz, masalan, oilaga masalan, ish kasal bo'lib qolasiz, boshqa qilasiz, ashkurlar minus umumiy ancha minus kirib qoladi. O'shaning uchun ish chiqdimi, iloji boricha tanlamasdan urib ketirish kerak. Hozirlarga bu yaxshirib ko'rsataman. Ozgina ko'rgatib oldim. Shuni hisobiga javob bo'lmaysizlar. Devorimiz 2 marta keladi, bu ikkilangan. Endi sizlarga o'zim samosiyatini yaxshirib ko'rsataman. Qani. Ana, Xudo xolasa, chiroyli qilib tapalasani yopishtirib oldim. Endi bu tomon qoldi. Har tomonga yopishtirib oldim, ozgina joy bor. Qolgan bu tomonlar polni hammasini Xudo xolasa yopishtirib oldim. Ertaga tugaydi. Chiqaklab qo'yib qo'ysam, ertaga bu yopishtiraman, Xudo xolasa tugaydi ertaga. Yoqqan bo'lsa like bosinglar, hammaga omad.